Bugun kelgan televizorimiz har doim bizaga telefon qilganda tushuntirishlari bo'yicha bo'lgan muammoni olib chiqamiz. Qanaqa muammo? Mana telefondan aytishadi, ovoz bor, lekin tasvir yo'q deyishadi. Mana bu muammosi nimadan bo'lishini ko'rsatib beramiz. Qanday tekshirishni ham ko'rsatib beramiz. Televizorni olasizlar, oldiga yaqinroq kelasizlar, telefonning spechkasini yoqasizlar. Mana tasvir ko'rinadi. Mana shu holatda podsetkasi ketgan bo'ladi. Buni hozir buni o'sha podsetkalarni ichini ochib, remont qilib, davomini videoga ulaveramiz. Kuzatishda davom etasiz. Televizorimizni ochib oldik. Mana o'sha sizlarga aytilgan muammo, mana televizorning ekran ichidagi led lampalardan bo'lib chiqdi. Mana tekshirib ko'rsataman. Mana yonmadi. Mana bitta qatori yondi. Bu bitta qator yongani bilan baribir ikkala qatori ham yangi qo'yiladi. Chunki bittasi ishlab, bittasi dam olib ishlab bermagan. Ikkalasi ham birdaniga ishlaydi. Shuni hisobiga bu ikkalasini ham yangi qo'yib yuboramiz. Kuzatishda davom etasiz. Hurmatli obunachilar, ovoz chiqib qorong'i ekran bo'lib qolgan televizorimiz mana tayyorlab qo'ydik. Mana shu ikkita podsetkasi almashdi. Shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatingizni chiroyli qilib bitkazib beramiz.